Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va YouTube kuzatuvchilari. Mana sotuvimizda pechkalar va katyollar bor. Xudo xolasa, katyolda turli xillaridan bor. Oldin bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bu katyollarimiz bor. Aqlli katyol, o'tin, ko'mir, gaz tokka ishlaydi. 100 kvadrat joyni zakoni istadi. Bulari bor 150 kvadrat. Bulari bor 200 kvadrat. Bulari bor 300 kvadrat joyda istadi. Keyin bunaqa ko'rinishda ham katyollarimiz bor. Bular 200 kvadratli katyol. Bular ham 2 yil kafolati, aqlli katyol, viltinator termasida termodatchiklari qo'shib beriladi. Bulari 100 kvadratli katyol, bulari 150 kvadratli katyol. Xudo xolasa katyolda barcha turlaridan bor. Xo'p, bu katyollarimiz 250-300 kvadratgacha istadigan katyollar. İçlarini ko'rsatib o'tamiz. Qopoqlari 2 qavat bo'ladi. Ko'mir sig'imi ham bir qop ko'mir bemalol sig'adi oshig'i bilan. Bir kunda bitta zapravka qo'yasiz, normal isitib beradi. Katyolda barcha turidan bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz.